bu davlatda qaramog'iga odam eshigini boshlab ochib yuborgansizlar. Haligining narsallari bor va bitta Bugun keldim deyapsiz. Bugun kelinmagan bu yerga. Man English o'qituvchi. Yordam beraman. Не, все четко. Не, нормально, все хорошо. Все. Вы улыбнитесь, все нормально будет. Какой улыбнуться? Какой черт улыбнуться? Уже смотришь. Помогите. Максим, Yordam ber. bolangiz yo'qmi farzand bor? Потом я вам yordam отдам. Все, хорошо, четко. Я все знаю. Ой. Kelib ko'rsataylik. Bitta odam turadi mana. Akkuratni ko'rsan, akkuratni. Lekin suv yo'q. Gazchi. Suv yo'q. Gaz ham yo'q. Svetni borligi Qaqa qarashyapti. Bitta svet bor, bittasi ukam, akkuratni yana toza qara chista. Lekin ichki suv yo'q, suv. Vashcha g'alati-ku bu. Qarashmaydimi? Nima qilishgan boshim qotib qoldi. Suv pullari yo'q. Как будто o'ldirish. Ой, моя yordam. Вот mana. Kerak ko'ring narsalar bor. Ой, не могу. Mana. Если хотите сметану ko'rsatdi. Если хотите колбаса, если хотите Сметану тушенка. давай, сметану положи. Сметана? Свежая, да? Да, свежая. Вот. Положи, я сейчас с хлебом покушаю ее. Нет, вот булочки есть. Не хлеб, булочки есть. Ой. Не, чё-то. Ой. Eshikni quplab, специально ketishgan deyishyapti. Mana aytishyapti. и открой. Hozir qarang, siz nima ish qilasiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum. Nima ish qilasiz? Она вот ходит. Maxsus работник siz kimsiz? Qarang, bu yerda eshik anchadan beri ochilmagan. Uyda suv yo'q. Qanaqasiga siz ovqat olib bordim deyapsiz? Qanaqasiga siz eshikni quplab ketdim deyapsiz? Qanaqasiga eshikdan beri ochilmaydi? Menga bilasizmi? G'irt begona odam 2-3 marta ko'rganim uchun aka men sizga oxiri gapirdim deb chaqirdim, men kelib eshikni ochdim. Uyda hech narsa absolyutno yo'q. Menda videolargacha bor. Uyda даже suv yo'q. Siz tushunasizmi? U suvni o'chirib yoqishni o'zi o'chirib yoqqan tushunasizmi? Mayli, tushundim. Siz javobgar shaxsmisiz bu yerga? Eshitdingizmi? Men borganimda suv yoqaman. Agar o'chirib qo'ygan bo'lsa, suv yoqaman. Hamma to'letdan qarab, suv olib gazga qo'yaman. Gazdan qatnoq qo'yganman, gaz yoqvorman. Uy sizni nomingizga o'tganmi? Shunday siz qaraysizmi? Yo'q, qarang, men eshikni ochadigan bo'laman. Bu davlatda qaramog'iga odam eshigini boshlab ochib yuborgansizlar. Haligining narsalari bor va bitta narsalarni olib borganimda Men viza olganman. Mana hech narsasi yo'q, xalatiningda, pusto xalatiningni to'ldirdim.